Assalomu alaykum. Mana Kumushkon dahasida 2 etajli uylardan birinchi etaj reshatka qilingan. Hamma sharoitlari bor, 2 xonali kvartira. Mana kvartiraga kirib ko'rsatamiz. Kiramiz. Chap tomonda hamma narsasi tayyor, remonti zo'r, ideal qilingan. Chap tomonda tualeti, dushi, hamma obstanovkasi aristonlarigacha qo'yilgan, reshotkalarigacha qo'yilgan. Hamma sharoitlari bor. Endi zalga kiramiz. Odam kirib yashaydigan sharoit qilib qo'yilgan. Hamma sharoitlari bor. Birinchi etaj. Magazinni biqini. Endi spalnisi. Ikkinchi xonasi mana spalni. Spalni ham xuddi shunday, birinchi etaj bo'lganligi uchun reshotka qilib, hamma sharoitlarini qilib qo'ygan. Aboylar qilingan, uylar, eshiklar, hamma narsasi tayyor. Kuxnyasiga kiramiz. Hurmatli mijozlar, kuxnyasida hamma narsasi tayyor. Uyda tozalagichlari, shkaflari, hamma gazlari, hamma narsasi tayyor. Sotiladi. Kelishilgan narxda.